26-trek. Shayxning barcha quvvatlari kuchli edi. Ayniqsa uning mujomat ishida shahvoniy quvvati eng zo'r va kuchli edi. U bunga qattiq berilgan bo'lib, bu narsa uning mijoziga ham ta'sir qilgan edi. Shayx esa o'z mijozining kuchiga qattiq ishongan edi. Bu kayfiyat unda Karaj darvozasi oldida Alovdavla bilan Toshfarrosh o'rtasida urush bo'lgan yili qulanch kasali tutganda qadar davom etdi. Shayx tezroq tuzalish harakatiga tushdi. Chunki Alovdavlaning yengilish xavfi bo'lib, bunday kasal holida harakat qilishi qiyin edi. Shuning uchun u kuniga 8 martalab o'ziga o'zi huqna klizma qildi. Natijada ba'zi ichaklari yaralanib, shilinib ham ketdi. Shayx Alovdavla bilan birga harakat qilib, shoshilinch ravishda Izzach tomonga jo'nashga majbur bo'ldilar. Bu yerda qulanch oqibatida shayxni tutqanoq tutib qoldi. Qulanch oqibatida ba'zan tutqaloq tutish haqida qonunda ham aytilgan. 3-kitob, 2-jild, 202-bet. Shunga qaramasdan u o'ziga o'zi tadbir qilib, ichak shilinishi va qulanch qoldiqlariga qarshi huqna qilishda davom etdi. Bir kun huqna qiladigan narsa ichiga 2 donakdan karafis, selderi urug'i aralashtirishni buyurdi. Bu bilan ichidagi yellarni haydamoqchi edi. Uni davolayotgan tabiblardan biri karafis urug'idan 5 dirham, donak yarim gram, dirham 2.9 gram solib yuboribdi. Buni ataylab shunday qildimi yo yanglishdimi men bila olmadim. Chunki men bu ish ustida bo'lmagan edim. Shu urug'ning o'tkirligidan ichak shilinishi zo'rayib ketdi. Tutqaloqqa qarshi mitridat dorisini ichar edi. Mitridat tarkibiga afyun va boshqa ko'p narsalar solib tayyorlanadigan murakkab dori. Xizmatkorlardan biri mitridatga ko'proq afyun qo'shib bergan va shayx uni ichgan. Buning sababi shu ediki, ular shayxning ko'p moliga xiyonat qilgan bo'lib, o'z qilmishlarining oqibatidan qo'rqar va shuning uchun uning o'limini kutgan edilar. Shayxni shu ahvolda Isfahonga olib kelishdi. U esa hamon o'ziga o'zi tadbir qilar edi. Zaiflikdan shu darajaga yetdiki, hatto o'rnidan turishga ham majoli kelmay qoldi. Lekin u o'zini o'zi davolashdan to'xtamadi. Hatto yurishga qurbi kelib, Alovdavla majlisiga ham qatnasha oladigan bo'lib qoldi. Ammo u shunday holatda bo'lishiga qaramay, o'zini saqlamadi. Mujomat ishlarini ko'paytiraverdi. U darddan butunlay tuzalib ketmadi. Dardi ba'zan qaytalar va ba'zan ahvoli yengillashar edi. Shu vaqt Alovdavla Hamadon tomonga yurish boshladi. Shayx u bilan birga safarga chiqdi. Yo'lda hali Hamadonga yetib bormaslaridanoq uning dardi yana qaytaladi. Endi u butunlay kuchdan qolganini va kasallikni daf qila olmasligini angladi. Natijada o'zini o'zi davolashdan to'xtadi. Shunda shayx tanamga tadbir qilayotgan tadbirkor endi tadbirdan ojizdir. Bundan buyon muolaja foyda bermaydi der edi. Shayx shu holatda bir necha kunni kechirdi. Keyin u Tangri dargohiga ko'chdi. U 58 yil umr ko'rdi. Vafot etgan yili 428-edi. Tug'ilgan yili esa 370-edi. Uning qabri Hamadonda, uning qibla tomonidagi devor tagida. Ibn Abi Usaybiyada yillar yanglish berilgan. Bayhaqi va Ibn al-Qifti matnlariga qarab to'g'rilandi. Abu Ubayd al-Juzjoniyning Shah ar-Rais haqida aytganlarining oxiri mana shu. Ilova 1980-yilda Fan nashriyoti tomonidan nashr etilgan Abu Ali ibn Sino tarjimai holi to'plamidan olindi. Arabchadan tarjima va izohlar Irisovniki. Abu Rayhon Beruniy asarlaridan olingan o'ylar va hikmatlar. Ey baxtli o'rtoq, bu olamga kelgan har bir kishining u dunyoga ko'chmog'i zaruriydir. Va lekin aql hukm qiladiki,
u masalani bilmagan holda jon taslim qilmog'imdan ko'ra bilib o'lishim yaxshiroqdir. Donishmand va olimlar huquqlaridan o'rnak olish yaxshi xulqni kirgizadi, yomonini yo'q qiladi. Odamlar o'rgangan, odatlangan va ko'pchilikka ma'qul bo'lgan narsaga ko'r-ko'rona qarshilik ko'rsatma. Kichik narsaga e'tiborsiz qarama. Uning foydali o'rni bor. Katta ishning kerakli joyi bor. Xato sodir bo'lmasligi uchun donishmandlar qayta-qayta kuzatishni va xalal yetish imkoniyatidan saqlanishni tavsiya qilganlar. Yaxshi xulq yaxshilik alomatidir. Birinchi galdayoq yutuqqa ega bo'lgan kishini tahqir qilib o'tirma. Asosi bo'lmagan fandan voz kechsa ham bo'ladi. Shubhani aniq va noma'lumni ma'lumga qo'shish biz yurgan yo'lga loyiq emas. Tenglik hukm surgan joyda sotqin, aldamchi ehtiroslar g'am-g'ussa bo'lmaydi. Har bir ilm va san'atning borib taqaladigan boshlanish joyi bor. Shu boshlanish joyiga yaqinlashgan sari to o'ziga borib yetguncha soddalashib boradi. Bilim qaytarish va takrorlash mevasidir. Ehson qilgan kishining minnati ehsonni yo'qqa chiqaradi. Bilimsiz kishilarning ko'ngli xurofotga moyil bo'ladi. Goho ma'lum bir xalqning ayrim so'zlari o'z tili bilan o'zgara borganini ko'ramiz. Natijada o'sha tilda faqatgina oz kishi fahmlaydigan bir muncha begona so'zlar paydo bo'ladi. Bu o'zgarish ozgina yillar ichida va buni taqozo etadigan narsa u xalqda yuz bermay paydo bo'ladi. Odamlar bilmagan narsalarga dushmanlik ko'zi bilan qaraydilar. Yolg'on doim rostdan yengiladi. U xuddi suv yuzasidagi ko'pikdek yo'q bo'lib ketadi. Agar tarjimalarimizda ishlatgan so'zlarimiz odatda ishlatilganga to'g'ri kelmasa, ma'nolarga e'tibor berilsin, chunki maqsad ma'nolarni bildirishdir. Bilimdonlar yer ustining yumaloq ekanini inkor qilmaganlar, chunki uni toshbaqa orqasiga o'xshash deb isbotlaganlar. Bilmaganligimiz sababli bilgan narsalarimizni aytmay qo'yishimiz ham yaxshi emas. Doimo bir xil narsaga qaray berish malollik va sabrsizlikka olib keladi. Suqrot o'z xalqi ommasining sanamlariga ibodat qilishiga qarshilik ko'rsatib, tilda bo'lsa ham sayyoralarni xudo deb atashdan bosh tortdi. Shuning uchun Afinaning 12lik qozisidan 11tasi bir ovozdan uning o'ldirilishiga fatvo berdilar. Suqrot esa haq yo'ldan qaytmaganicha o'lib ketdi. Dushmanlar hamisha nasablarga ta'na qilish, nomuslarni yerga urish, turli uydirma gaplar tarqatishga urinadilar. Shuningdek, do'stlar va xayrixohlik qiluvchilar yomonni yaxshi qilib ko'rsatishga, xalal yetadigan yo'lni to'sishga, go'zallikni izhor etishga va yaxshiliklarga nisbatan berishga tirishadilar. Masalan, mana shu baytni aytgan kishi u ikki guruh sifatini ko'rsatgan. Rozilik ko'zi hech bir aybni ko'rmaydi, lekin norozilik ko'zi barcha ayblarni oshkor qiladi. Bu kunning tadbiri sababli ertaning tadbiriga ehtiyoji qolmagan kishi aqllidir. Ya'ni u kishi ertaning tadbirini ham albatta ko'rajak. Ommaga nisbatan podshohda faqir bo'lib qolish xavfi kamroq, halokatga yaqinlashish xatari ko'proq bo'ladi. Albatta, u kam narsa, ya'ni faqirlikdan qo'rqish ko'paymaydi va u ko'p narsa, halokatga yaqinlashish xatari yo'q bo'lmaydi.
Xorazmliklar burjlarni arablardan yaxshiroq bilganlar. Ularning burjlarga bergan nomlari ularni tasvirlashga mutasaddi bo'lgan astronomlarning qo'ygan nomlarga muvofiqligi va arab tiliga mos kelmasligi va ularni mutasaddilar bergan suratlardan boshqa suratlar bilan tasvir etishlari gapimizning to'g'riligini senga ko'rsatadi. Sonlar biridan tarkib topadi va biriga borib tamom bo'ladi. Harakat biron ehtiyot va zarurat uchun sodir bo'ladi. Charchash zaruratdan keyin keladi. Demak, charchash harakat natijasidir. Yetilgan ekin orasiga ot bilan kirib qolgan kishi esini yig'ib olgach, bu fe'lining yomonligini sezib, ekinga zarar keltirmasdan chiqishni xohlasa, otini orqaga qaytarmasdan va kirgan yo'lidan qaytib chiqmasdan boshqa chorasi yo'q. Kirganda qancha ekinlar vayron bo'lsa, chiqqanda undan ko'ra ko'proq vayron bo'ladi. Bundan boshqa uning chorasi ham yo'q. Ba'zi bir lafz so'zlar borki, uni qo'llash bir din, xalq va bir tilda bema'ni bo'lsa ham, boshqa bir din va boshqa bir tilda bema'ni bo'lmaydi. Yerni aylanish harakati nazariyasi astronomiya faniga hech bir zarar keltirmaydi. Balki yerda yuz beradigan hodisalar uning harakati bilan birga bir tekisda davom etaveradi. Ammo boshqa jihatlardan imkoniyatsizlik kelib chiqadi. Shuning uchun yer harakati masalasi hal qilinishi eng qiyin masalalardan hisoblanadi. Qadimgi olimlar va ulardan keyin yetishgan fozillar uning harakat qilish va qilmasligi haqida ko'p chuqur gapirdilar. Biz Miftohu ilmil hayya, astronomiya kalidi ismli kitobda so'zda emas, mazmunda ulardan ko'proq gapirdik deb gumon qilamiz. Odam bo'yining kichikligi sababli yerning sharligi sezilmaydi degan so'z to'g'ri emas. Chunki odam bo'yi baland, tog' qadar bo'lsa ham, bir joyda turib, yer ustiga qarasa-yu, joydan joyga ko'chib, yerdagi bor turli holatlarni bir-biriga solishtirib qaray olmasa, unday uzun bo'y yerning sharligini bilishga ham, uning chegarasini aniqlashga ham foyda keltira olmaydi. Sezuvchi va zararsiz narsalarga alam yetkazishdan lazzat oluvchi har bir kishidan Xudo o'ch olsin. Eronliklar Qayumarsni birinchi inson deb ataydilar. Uning laqabi Girshoh, ya'ni tog' podshohidir. Ba'zilar Girshoh, ya'ni balchiq podshohi deyishadi. Chunki u vaqtda yerda hech kimsa bo'lmagan. Boshqalarning aytishicha, Qayumarsning ma'nosi tirik, so'zlovchi, o'lchovchi demakdir. Qayumarsning Girshoh deb atalishiga sabab shuki, Giri Pahlavicha tog' demakdir. Qayumars tog'larda yashagan. Uning husni shu darajada chiroyli bo'lgan emishki, ko'zi tushgan hayvonlar uning husniga mahliyo bo'lib qolganmish. Tarixshunoslardan birining hikoya qilishicha, Bobil yer yuzida dastlab barpo bo'lgan mamlakat. Har bir insonning qadr-qiymati o'z ishini qoyil qilib bajarishida. Surayyo to'planib turgan 6 ta yulduz bo'lib, uzum shingiliga juda o'xshaydi. Arablar buni hamal dumbasi deganlar. Aslida unday emas. Chunki bu yulduzlar Savr burjining o'rkachi ustida turadi. Surayyo so'zi sarvaning kichraytirilgani bo'lib, aslida sarvadan olingan. Sarva yig'ilmoq va son ko'pligi ma'nolaridadir. Ba'zilarning fikricha, bu yulduzlarning shunday nom bilan atalishiga sabab ularning botishida yomg'ir yog'ib, sarva, ya'ni boylik hosil bo'lgan. Bu yulduzlar Najm deb ham ataladi. Batlimus Ptolomiy eslatib o'tgan Surayyo yulduzlari 4 ta yulduzdir. Chunki Batlimus ko'zga ko'rinishida oralari tor bo'lgani uchun 4 tadan boshqasini kuzata olmagan. Arablarcha u manzilning quyosh nuri ostida bekinib turish muddati 40 kun bo'lib,
eng yomon kunlar va yilning eng vaboli vaqtlaridir. Al-Asadi: Surayyoning chiqishi va botishi albatta bir qiyinchiliksiz bo'lmaydi degan. Arab tabiblaridan biri Surayyoning botishidan to chiqishigacha bo'lgan muddatda siz menga kafil bo'ling, yilning qolgan hamma vaqtida men sizga kafil bo'laman degan. Podshoh Doro ibn Doro xazinasida Avistoning 12,000 qoramol terisiga tillo bilan bitilgan bir nusxa bor edi. Iskandar otashxonalarni vayron qilib, ularga xizmat etuvchilarni o'ldirgan vaqtida uni kuydirib yubordi. Shuning uchun o'sha vaqtdan beri Avistonning 5 dan 3, ya'ni 18 naski yo'qolib ketdi. Avisto 30 nask edi. Majusiylar qo'lidan 12 nask chamas qoldi. Biz Qur'on bo'laklarini haftayaklar deganimizdek, nask Avisto bo'laklaridan har bir bo'lakning nomidir. Qutayba ibn Muslim baxiliy xorazmliklarning kitoblarini halok etib, bilimdonlarini o'ldirib, kitob va daftarlarini kuydirgani sababli ular savodsiz qolib, o'z ehtiyojlarida yodlash quvvatiga suyanadigan bo'ldilar. Uzoq zamon shunday bo'lgach, ular ixtilofli narsalarini unutib, kelishib olganlarini yodda saqlab qoldilar. Faxrlanish haqiqatda yaxshi xulqlar va oliy fe'llarda oldin ketish, ilm va hikmatni egallash va imkoniyat boricha mavjud nopokliklardan tozalanishdir. Kimda shunday sifatlar topilsa, hukm uning foydasiga va kimda bular yetishmasa, hukm uning zarariga bo'ladi. Tanishish hamjinslik bilan yuzaga keladi. Hatto bu to'g'rida shakl-shaklga tortar, qush o'z sheriklari bilan tushadi degan gap bor. Ko'rmaysanmi? Soqov nazarida barcha odamlar ham soqovdir. Chunki ular bir-biri bilan so'zlashishlarida a'zolari yordamida imo-ishorat qilib, o'z istaklarini bildiradigan alomatlar ishlatadilar. Agar soqov biror o'ziga o'xshaganini topsa, unga shunday beriladiki, butun vujudi bilan unga qaraydi. Bu esa xuddi tiliga tushunmaydigan odamlar orasida uning tilini biladigan bitta odamni topgan kishiga o'xshab ketadi. Agar bu tanishish yomonlik xavfidan xoli bo'lsa, u holda oshnachilik 2 bor ortadi, oradan nafrat ketadi. Kishi o'z mehnat va mashaqqat chekishlari jarayonida, garchi u insonlarning eng aqllisi va eng ziyragi bo'lsa ham, hamisha shod va xursandlikni orzu qilib, sevinch keltiradigan narsalarga moyil bo'ladi va yolg'on ko'riladigan narsalardan tortinadi. Shu bilan telbalanib, yaxshi tushlar ko'rsa xursand bo'ladi, hatto fol va munajjimlar gapiga ishonadi. Ko'pchilik kishilarning tabiatini pastkash qiladigan yomon xulqdan, haqiqatni ko'rishga imkon bermaydigan omillardan o'zni tozalagach, ularning isbot uchun keltirgan so'z va e'tiqodlari bir-biriga solishtirish bilan bilinadi. Ana shu aytib o'tganim haqiqiy maqsadga yetkazuvchi eng yaxshi yo'l va bunga dog' tushiruvchi shak-shubhani yuvib tashlash uchun eng kuchli yordamchidir. Garchi qattiq urinib, zo'r mashaqqat cheksak ham, o'shandan boshqa yo'l bilan maqsadga erisha olmaymiz. Inson hayotidagi zarurat, ehtiyojlar ularning ilmlarga bo'lgan talablarini keltirib chiqardi. Shu ehtiyojlarga ko'ra ilmlar har xil tarmoqlarga bo'lindi. Ilmlarning foydasi ochko'zlik bilan oltin, kumush to'plash uchun bo'lmay, balki u orqali inson uchun zarur narsalarga ega bo'lishdir. Ulug' bir qabilaga mansub bir kishi Amir Ismoil Samoniyga murojaat qilib xat yozibdi. Shunda Ismoil uning xatiga shunday javob yozibdi: Ajdoding shuhratiga suyanma, o'zingga o'zing shuhrat top. Bu to'g'rida bir yunonlik aytgan ekan: kimda kim qarindoshlari sababli o'ziga obro', yaqinlik axtarsa va o'lgan ajdodlari bilan faxrlansa, o'sha kishining o'zi o'lik va ajdodlari esa tirik sanaladi. Bu xuddi bir shoirning shu aytganiga o'xshaydi.
Chirigan suyaklar hech faxr manbai bo'lmas. Ko'tarmasa kishi o'zini yuksakka. Olam butun borlig'i bilan yumaloq, shaklli bir jism bo'lib, uning chegaralari bo'shliq ichida harakatsiz narsaga borib tutashadi. Harakatsiz nav'dan bir bo'lak boshqa nav o'rniga ko'chirilganda, u o'sha o'ringa tomon to'g'ri va ko'ndalang harakat qiladi. Shu harakatsiz qismning atrof tevaragidagilari haqiqat tuz, suful haqiqiy quyilik va yer markazi deyiladigan o'rta joy tevaragi bo'ylab fazoda aylanma harakat qiladilar. Ana shu mavjud jism to'plamiga umumiy qilib olam ismi beriladi. Tamom. O'zbekiston Ko'rlar jamiyati bosmaxonasining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent 1988-yil avgust. Shafqiddin Eshmirzayev o'qidi.